Assalomu alaykum azizlar. Mana biz keyingi o'yinimizni boshlayapmiz. Bu o'yinni mana o'tgan safargi videomiz davomida aytib o'tilgan ekan va so'rovlar natijasida o'yinni noldan boshlash hamda O'zbekistonni tanlashni bilmayapmiz degan joylar bor ekan va oldingi videolarimda ham aytib o'tganim kabi bu videoda ham ko'rsatib o'tmoqchiman. Ya'ni qarang, mana kiramiz, o'yinga kirganimizdan so'ng gamesni bosamiz va mana bu yerda New Game bor va New Game'da mana bu yerda 1440-yilga tushadi. Bu avtomatik tanlab qo'yiladi. O'sha vaqtda biz mana bu yerdagi options, ya'ni funksiyalarni bosamiz va funksiyalar bosilgandan so'ng mana bu yerda 1440-yil, ya'ni 498 ta sivilizatsiyadan tashkil topgan davrni ko'rsatib qo'yibdi. O'sha davrni ustiga bossak, o'zimizga kerakli bo'lgan davr, ya'ni O'zbekistonni agar topmoqchi bo'lsak, Modern World, ya'ni hozirgi dunyo ko'rinishidagi topamiz va mana bu yerda mana ko'rib turganingizdek O'zbekiston turibdi. Xo'p, endi mana ko'rib turganingizdek O'zbekiston turibdi. Mana shunday, keyin yana qaytadan options bosib play deb bossangiz o'yinga kirasiz. Lekin biz hozir avvalgi o'yinimizni davom ettiramiz. Ya'ni qanday? Mana bu yerda load game'ga kiramiz hamda O'zbekiston. Xo'p, o'yinni boshlaymiz. Xo'p, mana oxirgi o'yinimizda biroz orqaga qaytish ko'rsatilgan ekan. Iroq bilan o'yinimizni, ya'ni urushimizni davom ettirgan ekanmiz va mana shu urushni tugatib qo'yamiz va keyin yana davom etaveramiz. Xo'sh, mana azizlar, Iroqni egallab oldik. Mana Iroq taslim bo'ldi, ya'ni oq bayroqni ko'tardi. Endi o'zimizga kerakli bo'lgan, bizga ma'qul keladigan joylarni tanlab olamiz. Xo'p, mening maqsadim birinchi bo'lib bularni shimolda Turkiya hamda shunga o'xshash Kavkaz mamlakatlari bilan o'zaro chegarasidan ajratib qo'yish niyatim bor va ko'proq o'sha hududlarni tanlab olmoqchiman. Xo'p, yaxshi. Mana tanlab oldik. Bizning chegaramiz ortda, lekin agarda iqtisodimizni baland qiladigan bo'lsak, chegaramiz qanchalik uzun bo'ladigan bo'lsa, ya'ni keyinchalik askarlarni ko'paytirib olamiz hamda tezroq keyingi janglarimizda tezroq va to'liq egallab olishga harakat qila olamiz. Xo'p, ketdi. O'yinni boshlaymiz. Undan tashqari bizda mana bu yerda Eron Hindiston bilan urush boshlaganligi tufayli bizdan hududimizdan o'tishni so'rayapti. Biz esa bunga qarshi chiqamiz yoki yo'l qo'ymaymiz. Lekin bizda mana bu yerda demografik muammolar, ya'ni odamlarning o'zlashtirishdagi muammolar kuzatilyapti ekan. Aynan mana shu muammolarni oldini olish uchun ham biz bu yerda egallab olingan dastlabki Eron hududlarini to'liq egallab olishimiz uchun, ya'ni aholini o'zimizga bo'ysundirish uchun qandaydir bir ayrim ishlarni olib borishimiz kerak. Aynan mana shu ishlardan biri bu har bir hududga kerakli bo'lgan investitsiyalarni kiritishimiz kerak bo'ladi. Buni to'liq amalga oshirib olamiz. Xo'p, bizda bir vaqtning o'zida ham demografik muammo, undan tashqari iqtisodiy qulash ketyapti ekan va buning oldini olish uchun eng oson hamda tezda samara ko'rsatadigan yo'llardan biri bor. Buning oldini olish uchun nima qilishimiz kerak? Mana qarab turamiz. Mana bu yerda map modis, ya'ni xaritaning turlari ko'rsatib qo'yibdi. O'shani ustida bitta bosamiz va o'zimizcha hududga tartirib ekonomiyaga kiramiz. Undan tashqari ekonomiyani kirganimizdan so'ng o'zimiz bir boshdan kattaroq iqtisodga ega bo'lgan hududlarimizga yana bir bor investitsiyalarni kiritamiz. Xo'p, o'z navbatida agarda sizlarga nima uchun urushdan so'ng bunday inflyatsiya, ya'ni mana ko'rib turishingiz mumkin bo'ladiki, iqtisodning so'nishi kuzatish mumkin degan ma'noni anglab savol tug'ilishi ham mumkin bo'ladi. Aynan mana shu savolning javobi quyidagicha izohlash mumkin. Ya'ni bu mening nazarimda va tajribalarimdan kelib chiqqan holda aytamanki, aytishim mumkin. Nimaga bunday bo'ladi degan savolga javob shuki, iqtisodimiz bor. Masalan, hozirda bizning iqtisodimiz
aholimiz 1,940,000 bo'ladigan bo'lsa hamda iqtisodimiz 669,000 bo'ladigan bo'lsa, har bir shaxsning o'zi uchun kerakli bo'lgan ulushga ega bo'ladi. Mana shu iqtisodda o'ziga keraklicha ulushga ega bo'lib, 669,000 iqtisodning qanchadir bir qismini bitta shaxsga tegishli bo'ladi. Lekin biz mana shu yerdan o'zimizga kerakli bo'lgan 2,000 ta, 3,000 ta, 4,000 hatto 10,000 talab askarlarni urushga jalb qilamiz va shuning hisobiga ular odamlar o'zimizning aholimizning hisobidan askarlarni chaqirganligimiz tufayli ular bizga keltiradigan foydalar, iqtisodiyotimizga keladigan foydani biz ham to'xtatgan bo'lamiz. Shuning hisobiga mana shunday nisbatan iqtisodimizda so'nish yoki pasayishlar kuzatilishi mumkin bo'ladi. Bu lekin deyarli juda ham katta muammo keltirmaydi, faqat agarda tezroq uni oldini oladigan bo'lsak. Xo'p, mana bu yerdagi askarlarimizni kamaytiramiz, hozircha bizga kerak emas, chunki iqtisodimizni biz 669,000 emas, balki 1 millionga ko'tarishimiz kerak bo'ladi deb o'tgan videomizda aytgan edik. Bungacha xo'p, qo'limizdan kelguncha harakatlarni amalga oshiramiz. Xo'sh, mana bizda bo'layotgan holatlarni keltirib oldik. Endi demografik muammolarni hamda barchasini hal qildik. Bu xo'sh, aytib o'tganimiz kabi, mana shunday inflyatsiya paydo bo'layotgan bo'lsa, ya'ni urushdan so'ng inflyatsiya paydo bo'layotgan bo'lsa, men aytgan usulni qo'llasangiz, tez va osongina chora topasiz hamda bu bizga anchagina foydaliroq bo'lishi mumkin bo'ladi. Mana bu yerda ham harbiylarimiz bor ekan. Xo'sh, mana shunday harbiylarni hozircha bizga kerak bo'lmaganligi tufayli yana yo'q qilamiz. Endi nima qilishimiz kerak bo'ladi? Iqtisodimizni ko'paytirishimiz uchun bo'ladi, aholini ham ko'paytirishimiz kerak. Buning uchun o'rtacha men 25% ga olib kelib qo'yaman. Soliqlarni nisbatan kamaytirsak bizga foydaliroq bo'ladi, ya'ni iqtisodda o'sishning tezlashishiga yordam beradi. Keyingisi mana bu yerda research, ya'ni texnologik bosqichlarni 20% ga olib kelib qo'yamiz. Keyingisi investorlarni o'ziga jalb qilish hamda investitsiya kiritishni ham 20% ga olib kelib qo'yamiz. Shunda qolgan o'zimizga tushadigan tushumlarni, ya'ni mana bu yerdagi iqtisodimiz bo'yicha ekonomiyaga investitsiya kiritamiz. Masalan, bizda hozirda eng kuchli iqtisodiy balans bo'yicha Samarqand shahri ko'rinib turibdi. Mana xo'sh, ko'rib turibmizki, qanchalik iqtisodi baland bo'lsa, shunchalar rangi to'qlashib boraveradi. Xo'p, dunyoda hozirda Samarqandga yaqini mana qarab ko'ramiz. Agarda mavjud bo'lsa, ulardan o'tkazib qo'yishni, mavjud bo'lmasa, xo'sh, mana bu yerda AQSh biroz yaqinlashibdi desam yo'q, o'tib ham ketganga o'xshayapti. Xo'p, mana mayli, 174,000, 185,000 qilingan. Bizda eng balandi rekord darajasida, bizda esa 105,000, 125,000 Samarqandda. Demak, buni ko'tarishimiz shart. Chunki dunyoda biz birinchi bo'lishimiz kerak. Bu uchun investitsiyalar oqimini kuchaytiramiz. Xo'sh, demak, mana O'zbekistonning hozirgi ko'rinishi mana shunday holatga keldi. Demak, bizda Suriya biz uchun anchagina aloqalarni yomonlashtirmoqchi bo'lib turibdi. Demak, mana shu yerda Suriya hududlarida jang bo'lishi mumkin keyingi bosqichlarimiz. Lekin biz hozir agarda Suriyani oladigan bo'lsak, O'rta Yer dengiziga ham chiqish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Shundan keyin Suriya va Kipr orolini egallab olishimiz mumkin bo'ladi. Lekin bizda hozirda dastlabki maqsadimiz 1,969,000 aholini 2 million bo'lishigacha kutamiz va shu orada iqtisodimizni esa 1 milliondan oshirishimiz kerak bo'ladi. Demak, bu borada ishlarimizni yana davom ettiramiz. Ko'rib turibsizki, butun dunyo bo'yicha chegaradosh davlatlarimiz, ayniqsa Hindiston bilan aloqalarimiz juda ham soz, Rossiya bilan ham yomon emas, xuddi Xitoy bilan bo'lgan aloqalarimiz kabi. Xo'sh, juda ham yaxshi. Bu yerda Turkiya bilan anchagina aloqalarimiz yaxshiroq, chunki biz Turkiya bilan ko'plab sherikliklarga egamiz. Shuning uchun o'yinni davom ettiramiz. Xo'p, mana 742 millionda iqtisodga yana investitsiya kiritishimiz kerak bo'ladi.
Xo'p, juda soz. Bu yerda aytyapti Turkiya, Hindiston, Eron aytish bo'yicha endi hududimizdan o'tolmasligimiz mumkin. O'z choralaringizni ko'rib qo'ying degan ma'noni aytib o'tmoqda. Xo'p deb qo'yamiz hamda o'yinimizni davom ettiramiz. Iqtisodimizga kiramiz va xo'sh 771 ming bo'ldi. Mana shunday iqtisodga investitsiya kiritishda davom etaveramiz. Va diplomatiyaga qaraydigan bo'lsak, biz bilan Isroil qandaydir sheriklik qilmoqchi ekan, ya'ni qanday sheriklik? Suriyaga qarshi urushishda birlashaylik demoqchi bo'lyapti. Xo'p, Suriya Quvayt bilan, Isroil Quvayt bilan harbiy ittifoq imzolabdi. Xo'p, juda ham soz, lekin bizga bu ortiqcha. Shuning uchun indamaymiz va o'zimizda buning qarshilik bildiramiz, ya'ni rozilik bildirmaymiz va o'z yo'limizda davom etaveramiz. Xo'sh, mana azizlar, hammasi soz. Qozog'iston bilan aloqalarni yaxshilashimiz kerak, chunki Qozog'iston bizga ham qardosh, ham jondosh deganlaridek davlatlardan biri va xuddi shunday Turkiya bilan ham. Keyin davom etaveramiz. Xo'p, juda ham soz. Mana keyingi videomizda Eronni to'liq egallab olishimiz kerak va dastlab aytib o'tilgan maqsadlarni ham, ya'ni iqtisodiy maqsadlarni ham amalga oshirishimiz kerak bo'ladi. Barchaga rahmat. Salomat bo'ling.